Norum yoki g'alati kelin va qaynona buvijon versiyasi. Kelin ungacha uxlab qolsa. Bu har xil vaziyat bo'ladi, charchagan bo'ladi, bolasi uxlamagan vaqtlar bo'ladi. Mayli, lekin hamisha emas. Kelin o'z vazifasini qilish kerak, erta ham turish kerak, ishini ham qilish kerak. To'g'ri, kasal bo'lishi bor, boshqa vaziyat bor, unda hech qanday aybi yo'q. Ungacha uxlasa. Kelin ovqat qilishni bilmasa. To'g'ri, hamma birdaniga ovqat qilishni bilib kelmaydi xonadonga. Kelinga o'rgatish kerak, sabr kerak. Kelin ham birovni jondek qizi u. Shuning uchun o'sha oilaga moslashib o'rganadi. Nevarangiz meni hammani oldida erkalab o'tirsa. Har bir ayol erkaklikni yaxshi ko'radi. U ham kerak, lekin chegaradan chiqmaslik kerak. Chevarangizni sizga tashlab, er-xotin aylangan ketsak. Bu yaxshi. Xudoga ming qatla shukr, shu kunlarga yetkazganiga, chevara ko'rganimga men jon deb qarab o'tiraman. Kuchim yetguncha. Rahmat. Mana shunaqa.